ushbu masalada shu shaklning perimetrini toping deb savol beriladi. Bu yoqda 3 ta kvadrat berilgan va ichkarida ularning yuzalari berilgan. Demak, biz bilamiz kvadratning hamma tomoni teng va shuning uchun katta kvadratning yuzasi 100 bo'lsa, demak tomoni 10 ligini bilamiz. Mana tomonlarni 10 deb yozamiz. Demak, bu yoqda 64 bo'lsa, tomonlari 8 danligi kelib chiqadi. Ushbu shaklimiz kichkina kvadratimizda esa tomonlari 6 ligi kelib chiqadi. Va bizda ko'pchilik qiladigan xato perimetrda mana bu ichkari tomonlarni ham olib ketishi. Bu yerlarni biz qo'shmaymiz. Eng katta xato. Ichkaridagi perimetrlarni qo'shmaymiz va qolgan tomonlarni qo'shib chiqamiz bo'ldi. Demak, 3 ta 10 bizda 30. Qo'shaman. Mana bu yoqdagi kerakli qism qoldi. Bizda mana bu yoq 8 bo'lganligi uchun bu yoq 2 lik kelib chiqadi. Chunki 10 dan 8 dan ayirdik. 2 ni qo'shamiz. Endi bu yoqda 2 ta 8 bor, 16 va bu yoqda ham kerakli qism bor. Keraksizini ajratib tashlash uchun 6 ni ayirib tashlaymiz 8 dan. Bu yoq ham 2 lik kelib chiqadi va 3 ta 6 ni qo'shsak 18 lik kelib chiqadi. Demak, bu bizda perimetrini topish bo'ladi. Sizdan javobni kutib qolaman.